Abdulaziz aka, muolajamizdan keyin o'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Kelganda bo'yningizda, belingizda og'riq shikoyatlar bilan kelgan edingiz. O'zi kelib chiqish sababi ham o'zi kam harakatsizligingizdan ekan. Bo'yningizda ham ishlar bor edi, qotib qolib og'riqlar bor edi. Analiz qildik, hijoma qildik. Xudo xolasa endi o'zingizda qanaqa hissiyot bo'lyapti? Zo'r aka, o'sha men kelganimning sababi ham shu belimda, bo'ynimda og'riqlar bor edi. U ko'p o'tirganligim, endi ish shunaqa bo'lgani uchun ko'p o'tirishlik. Kompyuter oldida shu bo'ynlarim qotib qolib, hozir bittada sezildi ta'sirini. Bittada shu qanaqadir o'zim bo'sh qo'yib ham odam tetiklashib, ham trezi bo'lib, baribir nima desa bo'ladi? Hijoma ham sunnat, ham foydasi bor narsa. Juda ham yengil bo'lib, hammanglar kelishni tavsiya qilaman. Kelinglar. Sizga ham tavsiya, bir oyda bir marta bo'lsa ham olib turing. Chunki albatta fiziki shug'ullanmagan odam o'tirib ishlaydigan bo'lsa, bir joyda ko'p ishlaydigan bo'lsa, albatta massaj manuali kerak, olib turish kerak. Shunda qon aylanishi yaxshilanadi, muskullarning qotib qolishining oldi olinadi, boshqa o'sha osteoxondroz ham oldi olinadi. Xudo xolasa, yo'g'enda mayli. Akajon, rahmat, xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi, ha.